Assalomu alaykum, hurmatli kurash muxlislari, polvonlar. Mana erta 1-aprel kunga kurashimizni zotlari, tuyalarimiz, toylarimiz kelishni boshladi. Nasib bo'lsa, orqada surib kelyapti. Mana bu yerda ham bor. Nasib bo'lsa, Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Beshchashma jamoat xo'jaligi Uyushun qishloq markazidagi kurash solimlari mana Jizzaxdan kelgan mehmonlarimiz mana hamma joydan, O'zbekiston bo'yicha hamma joydan mehmonlarim kelishni boshladi. Nasib qilsa kelinglar, polvonlarga qo'niqlarimiz bor. Zotlarimiz hammasi realni mana orqada haydab kelyapti. Mana to'ygalari zotimiz ko'p, xudo xolasa mana bitta toyimiz bor, 5 ta tuyamiz bor. Polvonlarni hammasini taklif qilamiz. Ertaga kelib qo'niqlarimizni olib 1-aprel kuni kurashimizga qatnashishlarni taklif qilamiz hamma polvonlarga. Nasib bo'lsa O'zbekiston bo'yicha qo'shni respublika Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston polvonlarini, butun O'zbekistonimizning hamma viloyatlarining polvonlarini, Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Xorazm, Buxoro hamma polvonlarni kutamiz. Kengizar zotlarimiz ko'p. Hammasi mana kelishni boshladi, hali yana ham kelyapti. Tuya, toy, faqat tuya, toy aytiladi nasib bo'lsa. Pul solimlari, qimmatbaho sovg'alar, dollar hammasi nasib bo'lsa kurashimiz o'dar bo'ladi. Hech yil kurashiga nomzod bo'ladi nasib bo'lsa.